gap. Studiyamiz mehmoni esa bastakor, xonanda, sozanda, g'oyachi, shunaqa desak ham bo'ladi. Nodir Zoitov, xush ko'rdik. Assalomu alaykum yana bir bor. Marhamat, kamera sizniki. Salomlashib qo'ying. Assalomu alaykum hammaga. Taklif uchun rahmat. Sog' bo'ling. Umid qilaman kam gap bor, lekin amallab chiqarib olasiz. Nodirni ko'proq bastakor sifatida bilardim, ya'ni kompozitor deb bilardim, lekin yaqin kunlardagi ijodingizga haqiqatan dilim yayradi. Nodir, buni aytmasam bo'lmaydi kameraga. Rahmat. Ayniqsa birinchi muhabbatim. To'g'ri, qizim, boshqa qo'shiqlaringizni eshitganman. Qizim endi har qanday qizi bor odamga yoqadi. Aynan o'zim uchun, ko'nglim uchun, quloqim uchun ma'qul kelgani birinchi muhabbatim bo'ldi. Xursand bo'ldim. Yoqqanidan xursandman. Birinchi muhabbatim eslaganda hayolga tolgan. Birinchi muhabbatim bir umrga yodimda qolgan. Birinchi muhabbatim eslaganda hayolga tolgan. Birinchi muhabbatim bir umrga yodimda qolgan. Tushunadigan insondan, ya'ni so'z borasida, musiqa borasida tushunchasi bor insondan bunaqa maqtov eshitish rostdan yoqimli. hali Instagramga kirib qolsam, qayta sizga kirib eshitib qo'yyapman. Like bosganman, qarab qo'ying. Like'larim tekin emas desa. Hazır albatta. Nodir, nima uchundir siz ancha katta tanaffus qildingiz-da o'zingizga, o'zingiz ijodingizda. Juda katta. Nimaga? Endi bilmasam, o'sha jur'at yetishmadimi, o'sha jur'at kelmadimi? Resurs o'zingizda bor-da, hamma narsa. Asosiysi ovozingiz ham bor, musiqangiz ham bor, tayyor. Endi bilmasam, o'sha duh deydi-ku. Ha. Bo'ldi, kirdim, anaqa o'zimga qilaman, ijod qilaman. Men boshqacharoq deb o'yladim. Bu o'ta talabchan devonalar bo'ladi, yo'q bu bo'lmaydi deb turaveradigan. Lekin hammaga yozib beraveradi, lekin o'ziga kelganda yo'q, bu menga emas, men bo'lmaydi, men bu. Shunaqa bo'lsangiz kerak deb o'yladim. O'ziga nisbatan balki shunaqadir. Ham bor, lekin ko'pincha qo'shiq yozganimda o'zim mazza qilib yozaman. Keyin haligi bizda nima deydi, ekspert deydi. Ekspert qilib bo'lgandan keyin tayyor MP3 holati bo'ladi, o'sha demo varianti bo'ladi. Eshitaman, mazza qilaman deb tashab qo'yaman papkaga. Turaveradi, yaxshi paytlarni kutib. Turaveradi. Ko'payib qolishgan ular hozir. Tursunboylar. Endi bilmadim, o'sha duh yo'q edi. Bir shijoat kerak edi. Bilmasam paydo bo'ldim. Men shu undan oldin Qora sochligim degan qo'shiq chiqardim. Keyin Qizim degan qo'shiq chiqdi. Shu bir oy ichida 3 ta qo'shiq. Hali ketma-ket tayyorlab qo'yilgan. Lekin u eng zo'ri, xafa bo'lmaysiz. Mana bu tinglovchi sifatida bahoyimda, endi bitta tinglovchi. O'sha birinchi muhabbatim hammasidan chiroyli bo'libdi. Haqiqatdan Nodir Zoitovni xonanda sifatida muhrlab beradigan qo'shiq bo'libdi endi. Shunaqa uni o'sha layki ham, kommentariyasi ham doim meni yo mehribon ota, yo mehribon turmush o'rtoq deb ko'rishardi. Bu ashula aytar ekan, to'g'ri aytar ekan deyishdi endi. To'ppa-to'g'ri. Ha deyishyapti-da endi. Xursand bo'ldim rostdan, chunki sizni yaxshi ijodkorligingizni bilardik-ku, lekin aytmaganingizdan nima bu bola harakat qilmaydi deb o'ylaganlar, mendaka o'ylaganlar. Ana endi Xudoga shukr, Nodir ham aytib oldi. To'g'ri, bizga bir tiyinlik foydangiz yo'q. Ya'ni menga masalan, lekin yaxshi biladigan odam aytsa, yaxshi ijro qilsa, chiroyli ijro qilsa, odam xursand bo'lasan deb qulog'ing yayraydi, eshitib. Ana shu tomonlama. Boshqalarga qilgan qo'shiqlaringiz ko'p. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston, Tojikiston xalq artisti Yulduz Usmonovadan boshlab kenja avlod vakillariga ham qilgan qo'shiqlaringiz bor. Ko'pchilik bilmaydi. San'at orasidagilar, san'at ichidagilar bilishadi Nodirbekni bastakor sifatida. Lekin tashqarida hamma ham bilmaydi. Uzru sal boshqacharoq tomoni Shirinni turmush o'rtog'i sifatida biladiganlar ko'proq. Hozir u
u anaqa nima deydi Yasminni mavqe dadasi shunga o'zgargan. Ha. Yasminni dadasi. bu yaxshiroq a har Bu qalay. yaxshiroq. bu Yani yaxshiroq. Shirinni eri degandan ko'ra. Yaxshiroq. Doim mana Shirinni anaqa erimidingiz? Ha, o'tib ketardim jim. Haligi hozir endi Yasminni addasimisiz desa, ha, ismimni bilasizmi desam yo'q deydi. Mayli deysiz. Ha, mayli. Mayli, Yasmin dadasi desangiz bo'ldi. Ha. To'g'ri, haqiqatda qizingiz sizni ham, Shirinni ham ortda qoldirdi. Ko'z tegmasin, umri uzoq bo'lsin. Iloyim. Hamisha sizlarni o'sha katta bo'lganda ham sizlarni xursand qilib yuradigan farzand bo'lsin. Iloyim. Aytgancha yana ko'paytirdinglarmi? Shuni arafasida Ha, turibmiz. arafasida. Men endi bexabar qoldimmi deb o'yladim. Yo'q, endi mana. Yaratgan Oz qoldi. oq yo'l bersin, eson-omon Shirin Iloyim. bag'riga bossin. Iloyim. Yangi chaqaloqlarni ham. Yasminni omadi yoki taniqliligi albatta farzanddan xursand bo'ladi, lekin ota-ona sifatida baribir qo'riqlisizlar-ku, himoya qilgili keladi. O'sha soya solgan payti bo'lmadimi? Endi bu show biznes ichida oyisi ham, mana ham biz shu yerda yurganimiz sabab bu narsani bilamiz. Mashhurlik ommaning ichida bemalol yura oladi degani emas. Lekin u bola uni tushunmaydi. Ha. Nega meni oldimga kelib olaverishadi deyaveradi. Hali bir joyga o'ynatgani olib borsam, nima qilsam, endi tushunmaydi. Uni Instagrami bor, u mashhur, u bilmaydi. Keyin nimaga men o'ynagani qo'yishmaydi deydi. Keyin u keladi rasmga tushib, bu keladi. Keyin men aytaman doim kuching yetguncha rasmga tush. Keyin men o'zim bu charchadim desam bo'ldi. Ularni ham xafa qilgim kelmaydi. Ha. Kelishadi, bolachalarini olib kelishadi. Shunga hozir ko'p joyga olib bora olmayman. Shu tomondan qiynalaman. Ha. O'zi ko'proq menimcha, bilmadim oyisi bilan qanchalik, lekin ko'proq siz bilan video olinadi, siz bilan qo'yiladi-da Yasminniki. Nimaga unaqa? Oyisi qayerda bo'ladi unda? Oyisi shu yerda bo'ladi, uyda bo'ladi. Oyisi endi ko'proq haligi etika, estetika, romantika tarafdori. Biz videolar chapani. O'sha Biz shunda kamera yoqib olaman, o'sha payt taqir gapirib qoladi. O'sha payt olib olaman. O'zi siz boshlagan bo'lsangiz kerak deb o'ylayman. Yasminni haligi qiziq, hali tili chuchuv paytlari bo'ladi-yu, o'shanaqa paytdan o'zi shunchaki o'zinglar uchun video bilan boshlangan bo'lsa kerak. Bu Instagram o'zini o'sha arxiv videolarni yig'ib qo'yish uchun ochilingan edi. Bu hech qanaqa bir maqsad, bir mashhur qilaman degan maqsad yo'q. Sezgan bo'lsangiz, haligacha professional video olinmaydi. Telefonda o'zim montaj qilaman, o'zim operatorman. Shunchaki o'sha o'zini videolar katta bo'lganda o'zi ko'radi deb yig'ib yuramiz degan maqsadda ochilingan edi. Birdaniga shunaqa ko'payib, prosmotrlari ko'payib, shunaqa bo'lib ketib qoldi. Hozir reklamalar necha pul turadi Yasminda? Qimmat. Yo'q, necha pul turadi? Mayli qo'y. Ayting, eshitgim kelyapti. Sizlarnikidan qimmatmi? Ha. Oyisini haligi to'yga boradigan gonorardan qimmat. Ha. Yo'q. Yasmin brendni dadasi bilan uchrashdim deb xursand bo'lib yurar ekanman deb. Yaxshi. Men hozir yana o'zingiz ijodingizga qaytmoqchi edim, Nodir. To'g'ri, sizlarni nima deydi, oilada ajratib qo'ya olmayman. Yasmin, Shirinni, yo'q, Nodir faqat o'zingiz bilan gaplashaman deya olmas ekanman. O'ylab qarasam, unaqa bo'lmas ekan, hamma birdaniga. Lekin shu orada o'zingizga ham nimaga aytilmagan degan savollarga mana javob oldik. Endi bitta yaxshi qo'shiq chiqdimi? Endi qiyin tomoni bordi. Endi keyingisi bundan ham chiroyli, bundan ham bejirim, bundan ham bekami ko'st bo'lishi kerak. Bu eng qiyin endi. Eng qiyin. Endi bilmayman-da, qaysi biri xalqqa yoqadi, qaysi biri yoqmaydi. Kelishadi, hit kerak edi. Men qayerdan bilaman uni? Men bilganimda shu misol menga bir ovoz kelsa-da, mana shu hit bo'ldi. Bir 100% bilan. O'zim tikmayman bunga. O'zim vложение qilib, pul tikmayman. Men qayerdan bilaman deyman. Shu narsani ba'zilar biladi, ba'zilar bilmaydi. Biz ham bu qo'shiqdan endi hamma qo'shig'im yoqadi. Chiqardik, ommaga yaxshi yoqdi. Biz kutgan darajadan ham ko'proq yoqdi. Endi bundan keyingisiga bor yana.
endi o'ylanib aytganingizdek Canım mani Ko'ngil berib chin sevganim yorim mani Canım mani Sog'inganim yurakdagi zorim mani U ko'zlarim nuri, nigohim bahori, u jonim huzuri, yuragim madori. Yonida yurmasam axir qanday bo'lar? Bir nafas ko'rmasam yurak g'amga to'lar. Canım mani Ko'ngil berib chin sevganim yorim mani Canım mani Sog'inganim yurakdagi zorim mani Shirinni ijodida katta burilish bo'ldi. Bu baribir oilaga ham, oiladagi kayfiyatga ham ta'sir qiladigan narsa. Men yo'q desanglar ham baribir ta'sir qiladi. Sizga qanaqa ta'sir qildi bu? Xursand bo'ldingizmi? Ya'ni Farhod Shirin juftligi, ya'ni dueti yo'q bo'lganda? yo'q, balki sizga g'alati tuyular. Men u voqeada qisman aralashtirmoqchi bo'lishdi meni. Men aytdim, u gruppa dedim shakllanayotganda men bormadim dedim. Yo'q. Men ishim bor, o'zimning ijodim bor, o'zimning yo'lim bor. Gruppalar tarqaladimi, tarqalmaydimi? U yerda ham men yo'qman. Men aralashmadim. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, o'sha darajada yurgan haligi san'atkor birdaniga yo'qolib qoldi. Farhod Shirin yo'q bo'ldi. Demak, bu konsertlar yo'q bo'ldi. Farhod Shiringa to'ylar, har xil tadbirlar. Men aytdim, agar Xudo o'zingni rizqingni o'zingga berib, o'sha mavqeni o'zingda turishini xohlagan bo'lsa, sababini qilamiz. Ijod tomonlama. Bo'lsa bo'ldi, yana ketdi. Bu sinib qolmasliging uchun dedim. Agar bo'lmasa dedim, u dedim, taqdir peshana. Ko'pchilik aytdi, Farhod o'rniga kirib, Farhod Shirin davom ettirib. Men bora qolay dedim, bu yoqqa ketdim. Yo'q, qildik sababini. Yo'q, yaxshi. Boshida sal odamlarga baribir Farhod Shiringa o'rgangan ko'z, keyin borib hozir endi qanchalik o'rgandi bilmayman. Lekin hozir odamlarning ko'zi ancha o'rganib qolgan, Shirinni o'zi ekanligi. Yana o'rni kelganda bir narsani e'tirof qilib aytib ketay. Bu men sizni ko'rib qolsam buni aytaman degan edim. Ko'nglimga tugib yurgan gapimda endi. Men xursand bo'lganman, siz ayolim bilan duet etmayman deganingizda. Ajab bo'ldi, Shirin ering sen bilan aytmas ekan degani emas. Ya'ni bu insonning o'zini xohishi bor. O'zini qarashi bor. Shuning uchun u o'zini qarashini ham hurmat qilib birinchi o'ringa qo'ydi-yu, lekin ayoliga ham plus minus keltirmaslik uchun ham aytmadi. Chunki duet bo'lmadi, ya'ni Shirin bilan. Sabab Shirinni Nodirga qadar bor edi, gruppa sifatida bor edi va endi u undan keyin endi o'zing mayli qo'llab-quvvatli pul ketmasin dedingmi, deydigan sizga bo'ladigan har xil nojo'ya balki nojo'ya qarashlar, gap so'zlar, ensa qotishlardan juda o'zingizni, oilangizni yaxshi saqladingiz deb o'yladim men. Bu meni fikrim. Va men qo'llab-quvvatlagan bo'lardim agar gaplashib qolganimda dedim. Zo'r qilibsiz, Nodir, yaxshi bo'pti shunaqa deganingiz bo'lardim dedim. Endi birovni tayyor mehnat edi u. Men xohlamayman hech qachon, chunki o'zimni mehnatimga tayangim keladi doim. Balki bo'lar, balki bo'lmas. U peshanadan. Lekin u birovni mehnatiga kirib, birovga tikilgan to'nni kiyib olish qanchalik to'g'ri. Men u narsa, u taklif juda ko'pchilik etdi. Juda ko'pchilik, "Ey, tayyor yurib turgani, qay, bekor qilyapsizlar, bekor." Yaxshi bekor bo'lsa bo'laversin, bo'ldi, shotgacha ekan. Men hali hech ko'rmaganman. Gruppadan bir odam chiqib ketib o'rniga kirdi, u yana gullab ketganini. Men hech ko'rmadim. Yashang shunaqa, hech bo'lmadi unaqa. Yo'q, unaqasi bo'lmagan. Yevropada ham bo'lmadi, yo'q. O'shaning uchun bilmasam, men o'zimning dunyoyim bor, o'zimning ijodim bor.
Shirin o'zi alohida ijod qilgandan keyin ham hattoki adashmasam siz administrator ham emassiz, ya'ni Yo'q. ma'mur ham emassiz, umuman to'yiga ham boshqasiga ham aralashmaysiz. Nimaga Nodir? Haligi gap, man nima qilaman aralashib ularni ishiga, ijodiga. Men ijod tomonlama qo'limdan kelgancha yordamim tegsa yordam beraman. Qo'shiqlariga, ovoz yozishigadir, balki aranjirovka masalalari, yangi qo'shiqlar yaratishda. Lekin o'sha komanda o'sha Shirin bilan qolgan o'sha administrator, o'sha u ijodiy masalada men qarashib turishim mumkin, qarashib turaman ham. Lekin tashkiliy Yo'q. tomonlama. Yo'q. Shiringa masalan qo'shiq yozib bersangiz sizga pul berishmaydi-ku, to'g'rimi? Ha Endi- deng. Ha deng. Endi u haligi oilaga bo'lgan muhabbat uchun deb atalanadi. Ha, shunaqa deyiladi. Tushunarli. Yana bir narsa bor. Uzr, lekin bu hali cho'ntakka o'lash emas, Ya bemalol. lekin qiziq, menga qiziq. Shirinni sizda masalan ko'p topib qolgan oilari bo'ladimi? Bo'ladi. Unda nima bo'ladi? Nodir o'zini tutishi, o'zini his qilishi. Bizda oilada kim ko'p pul topish emas, uni kimligi muhim. Mani ayolim, uni puli, uni puli. Mani pulim, mani vazifalarim o'sha ota-bobomizdan qolib kelgan Oilani har doimgi oilani ta'minlash, ayolni ta'minlash. Bu narsa balki sizga sal cho'pchakdek eshitilishi mumkin, lekin bemalol yaqinlarimizdan so'rab surishtirsangiz bo'ladi bu narsani. Ko'p pul topadimi, kam pul topadimi? Baribir erkagiga suyanadi. Menga suyanadi. Men aytganman, menga sani ko'p pulingni ham, kam pulingni ham o'zingga buyursin. Bemalol. Demak, Shirin topgan pulini masalan to'y deylik, konsert deylik, boshqa gonorarlarini ro'zg'or uchun kartoshka ko'tarib kelmaydi, piyoz ko'tarib kelmaydi, go'sht ko'tarib kelmaydi. Yo'q-e? Yo'q. Shunaqa erlar borligini bilaman-ku, lekin juda ko'p emasligini bilardim-da. Endi bilmasam, men haqimda ko'pchilik ko'proq ma'lumotni bilmaydi. Balki men ko'p pul topaman. Yashang. Shuning uchun ham men hozir bugun hammasini sinchiklab, u yoqdan so'rashga harakat qilyapman. Keyin ma'lumot, siz haqingizda ma'lumot qidirganlar ham mana Nodir o'zlari aytgan ekanlar suhbatda deb, toki bizni suhbatimizdan bilib olishsin deyapman-da. Demak, shunaqa Zoitovlar xonadonida Nodirbek topgan pul oilaniki, Shirin topgan pul o'ziniki. Aniq. Pulingdan berib turdingizmi? Bo'lmagan. Ilohim bo'lmasin. Tarang tortilgan qoshlar qanday baloni boshlar, kipriklaring nayzayu qabog'ingda shay toshlar, rashkka to'lgan zamoning tayyor qoshi kamoning, qahringga bo'lgan nishon, menmi o'shal yomoning, juda mavjuda, rashking baland avjuda, seni yaxshi ko'raman, arazlaring mavjuda, juda mavjuda, rashking baland avjuda, seni yaxshi ko'raman, arazlaring mavjuda. Nodir, keyin sizni tadbirlarda, bayramlarda yoki deylik erkaklar yig'iladigan davralarda sizni ko'p ko'ravermaymiz. Sal odamoroqmi? Ko'proq yolg'iz yurishni yaxshi ko'raman, yolg'iz yuraman. Lekin do'stlarim ko'p. Lekin ommaviy aytaylik, men bu publikani shov-shuvli joylarida qatnashishni xohlamayman, ochiq gap. Rosa odamoviy ekansiz. Shiringa cheklov bo'lganmi? Masalan, O'sha omma oldida chiqishlariga. Qanaqadir masjidgacha borasan, bu ham yog'i qilinmaydi yoki ha, gruppa bor paytida ular o'sha nikoh to'ylarga borishardi. Aytaylik, mezbon
gruppa bo'lib haligi to'yni boshidan oxirigacha. Hozir unaqa yo'q. O'sha bir xizmatlari faqat navbatchi bo'lib turishmaydi Yo'q. boshdan oxirigacha. Yo'q. Shirin turmaylar. yo'q. Keyin har xil bir ochilishlar, marosimlar, bir saralab butga borsam bo'ladimi deydi. Hamma narsaga ham anaqa qo'ymaganman. Taqiq yo'q. Yo'q. O'zini ham haligi fikrlashi yetarlicha unga. O'zi ham aralashgisi kelmaydi. Ko'pincha tinchlik kerak menga deydi. Yaxshi, ko'z tegmasin. Baxtli bo'linglar iloyim. Endi yaxshi qo'shiq yozilgandan keyin tabiiyki u qo'shiqning xaridorlari bo'ladi. Xaridorlar ko'proq qayerda bo'ladi? To'yda bo'ladi. Masalan, birinchi muhabbatim xaridorlari to'ylarga chaqirishni boshlashdimi aynan shu qo'shiq bilan? Boryapsizmi? Boraman. O'zi anchadan beri to'y xizmatlariga chiqaman. Bu qo'shiqni ham o'zini muxlislari topildi. Shu qo'shiq uchun ham deb chaqirishdi. Bugun san'atda yo'q, san'at emas, shou biznesda yo'nalish yo'q To'g'ri, san'atda emas. O'shaning uchun to'g'riladim deyapman. Bugun shou biznesda yo'nalish aniq emas. Hamma bilganini kuylayapti. Har qaysi mashshoq bilganini chalyapti. Bastakor esa sal bir ikki qadam oldinroq yurish kerak o'zi aslida. Sabab hali oqimni qaysidir ma'noda aniqlab beradigan hamda. Kimni yo'nalishi oldinga chiqadigan, yaqin kunlarga prognoz qilib beringchi. Yangi trend kim o'ylab topsa, shuni yo'nalish chiqadi. Kim yangi trend o'ylab topsa, Nodir Zoitovdan boshqacha javobni kutish ham qiyin edi o'zi. yangi trendni u qo'shiq og'ir bo'ladimi, sho'x bo'ladimi yoki Yevropa stilida bo'ladimi, rep bo'ladimi? Trendini, o'sha qiliqlarini, holatini qiziqarli qilib shu rekka deydi-yu hozirgi. Shu rekka chiqib ketadigani kim o'ylab topsa o'sha qo'shiq. Bugun Nodir Zoitov ko'p tomonni o'zim uchun kashf qildim. Lekin men bilardim, taxminan bilardim shunaqaroqligingizni. Yo'q. Unaqa emas. Bir mazmunli suhbat qilaman hozir deb o'ylagansiz-da. Yo'q, rostdan mazmunli bo'ldi. G'alatiligingiz o'zi nimadir-da bu. Hamma haligi yaxshi bola bo'lib, "Ha, bilasizmi, men deydi-ku, ha, nima bo'pti? Yo'q, men qilmaganman endi deb o'tiribsiz-da." Mana shuni o'zi originallik. Men bilardim sizni shunaqaligingizni, lekin bu darajadaligingiz. O'zingizga xosligingiz bor. Hali nimanidir ketidan quvmasligingiz bor. O'sha narsa menga yoqadi. Nasib. Baribir yaratganning nasibasi buyurgandan ortig'i bo'lmaydi degan narsa bor siz ichingizda. To'g'ri, ha. Lekin harakatda barakatligini ham unutmang. Sendan harakat, mendan barakat deyilgan joyi ham bor, Nodirbek. Bugun otni qamchilang. Bugun kerak, bugun qilish kerak. Ertaga yangisi chiqadi. Sizda emasdir, balki kimdadir. Lekin bugun harakat qilsangiz, keyingisi ham balki sizda bo'lar. Endi to'xtab qolsangiz uyat bo'ladi-yu. Yasmin ham endi gapirib yuboradi. Yo, endi boshladim-ku o'zi. 1 oy bo'ldi. 1 oy bo'ldi endi. 1 oy bo'libdi. Ha, shuning uchun siz suhbatingizga keldim, ozgina motivatsiya olay deb. Kesatish. Yo'q, bilasizmi? Bu kesatish emas. Men rahmatli ustoz Musoxon aka bilan bo'lgan suhbatingizni men YouTube'dan paftor ko'raveraman. Savolni o'zi bir ajoyib, unga berilgan javob, undan bir ko'p narsa olinadi. Musoxon akamni ko'p intervyularini ko'rib tomosha qilaman-da. Mana Shiringa aytdim men. Feruza opam chaqiribdilar intervyuga desam, "Ha, voy zo'r-ku" dedi. Keyin men dedim, "Qo'rqyapman lekin" dedim. Nega? Men tayyor emasman unaqa savol-javobga dedim. Unda gapirmay jim o'tiring-da. Shirin, unaqa emas-da endi. Lekin baribir gaplashdik, xafa bo'lish yo'q. Yana shunaqa narsa borki, Musoxon Nurmatov o'zi ham ichida yongan haligi yaxshi ma'nodagi agressiyasi bor edi. U odamga shunchalik Musoxon Nurmatov siz zo'rsiz desa, zerikardi unaqa narsada. Men unaqa g'alatisiz deb chimchilab oladigan narsa kerak edi u odamga hamisha. U suhbatdan keyin ham chiqib turib, yana yarim soat yoki 1 soat turib olib, hali bir-birimizga tosh otishimiz mumkin edi, yaxshi ma'noda. Nodirbek Zoitov, hurmat va ehtirom bilan kelganingiz uchun rahmat. Sizga rahmat. Siz bunchalik ham gapirmasangiz nima qilarkinman deb o'ylayotgan edim. Yaxshi gapirdingiz. Gapirtira oldim shekilli, Nodir. Gapirtirdingiz, gapirdim.
Endi Ancha to'g'ri narsani. gapirdim, qancha noto'g'ri gapirdim, uni bilmayman. Endi boricha. Borini gapirdingiz. Boricha. Eng asosiysi haligi havodan olmadingiz, izlab topmadingiz, ChatGPTdan olmadingiz. Eng asosiysi mana shu. Mana shu to'g'riligingiz, o'zingizga xosligingiz va bitta muhim narsa hammaga o'xshashga harakat qilmasligingiz menimcha qadrliroq. Ko'p maqtadimmi? Juda. Yo'q, bo'ldi. Kesib tashlab qolinglar shu joyni. Nodir Zoitov bastakor, xonanda, sozanda biz bilan suhbatda bo'ldilar, Yasminning dadasi. Shirin Zoitova turmush o'rtog'i. Nodir, bu kamera sizniki. Suhbat davomida ko'ngliga botgan gaplar bo'lsa, balki kimlardir xursand qilgan bo'lsa, hammasiga rozi bo'lasizlar. Kam ko'st uchun uzr. Borim shu deyish kerak. Ko'p gap uchun endi yana uzr. Bori shu. Ko'p gap emas, hammasi yaxshi, hammasi chiroyli. Ko'pincha intervyu bermasligingiz ham sababini, endi intervyularingiz ko'pi, masalan, Shirin bilan birga bo'lgan joylari bor. Aynan sizning ijodingizga alohida to'xtalgani kam. Ha, yo'q deb o'tib ketgansiz. Deyarli yo'q. Mana bugun boshqacha bo'ldi. Bemalol yorug' yuz bilan ayta olaman shu narsani. Nodir bilan bugun ko'proq o'zi haqida gaplashdik. Shuning uchun o'tkazib yubormang bu suhbatni. O'zimizning gap. Omon bo'ling.